Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugungi temamiz ruhiy buzg'unchilik keltirgan asoratlarning Uyg'urlar ifodalanishi. Bunun oldidagi munosabatlik so'zlarimda tilga olingan shakllantirilgan toplumlarda bir olim bilan bir abdalning farqsiz bo'lib qoladiganligi mazmunini bir oz konkret tushunmoqchi bo'lsak, Uyg'ur toplumiga tatbiqlab ko'rishga bo'ladi. Biz Uyg'urlarda bu hal ajoyib ig'ir. Davlat so'rayotganlarni yaratmay ketadigan chog'larimiz bor. O'zimizning ichidan chiqqan bilimliklarga xuddi shunday muomala qilamiz. Ya'ni xuddi bizning tang tushimiz, hech ortiq tarafi yo'q. Hatto hech tortinmasdan gap talashib ketamiz. Dal shu bilim egasining mutaxassislik sohasi bo'yicha tap tortmay gap yo'qotamiz. Shaxsan mening geçmişimde bana Uyghur tilidan savat berishga tirishgan chala savatlarga yo'liqqan. Bu hargizmi shaxsning inovatini daxlisiz qilish maqsadi bilan deyilayotgan gap emas. Bu bir toplumdagi uyush kuchi va odatining kichiktilgan nusxasi. Ilgirimi degan edim, qaysi kitobda dedim esimda yo'q. Bizda biror shaxsni, qahramonni, bilimlikni, sport chempionlari yoki san'at cho'lponlarini cho'ng bilish odati yo'q. Boshqa millatlarda cho'qinish deb aytiladi hatto bu. Cho'qinadi katta odamlarga. Damollalar biroz talaylik Uyg'urlarda. Ularni biroz hurmat qilgandek qilamiz, ammo uning oldida xo'sh taqsir deb qo'yib, keyinida uning so'zlaganlarini yaratmaymi qolamiz. Yani yüzümüzge yakmaga yerlerini söküşke başlayız. Hatta bu dini prensipler bo'lgan taqdirda mı? Xuddi uningdan jiq biladigan-dek, hech anglab bakmapti ekanman. Shunda mi gap bo'lamda degil turimiz. Xuddi diniy bilimning hammani anglab bo'lgandek bir xil holimiz bor. Yuqorida deb o'tgan men bilan Uyg'ur tili talashgan qarindoshimizmi xuddi shunday degan edi. Hech anglab bakmapti ekanman. Men shunday so'ragandim. Uyg'ur tilidagi mushuningdan boshqa hamma so'zni bilamdingiz bo'lmasa, ya'ni u bir so'zni Uyg'urcha emas, Uyg'urchada unda so'z yo'q deb inkor qildi. Ya'ni u ashuningdan boshqa hamma Uyg'urcha so'zni biladi, ya'ni 50 ming, 60 ming so'zni butunlay biladi. Shunga endi yo'q unda so'z deb hukm qila oladi. Bu kadar bilarman inshaalloh. Bu pozitsiya bizning uyush kuchimizning yo'qligidan manbalangan yomon sifatli o'sma. Aslida buning psixik axir ko'rinishi yomon bu ishni. Chunki men ilgari u Aynakda bir parcha maqola va esonlarda bo'lsa kerak. Tashkillanish to'g'risida degan maqola. Tashkillanish uchun nupuzimiz bo'lmaydi. Endi o nupuz bizdeki o'zimizdan ortiq bo'lgan ortiqchiliklarga ega insonlarni hurmat qilish va uni e'tirof qilishdan iborat bu nupuz degan. Nupuz deb ayrim tug'iladigan bir odam emas u. Bir to'p odam tarafidan e'tirof qilingan degan gap. Ya'ni bir to'p soliqlari bo'lgan odam nupuz. Ama bizning unda birisini e'tirof qiladigan odatimiz bo'lmaganlikdan qanday bo'ladi bu? Tashkillanish olmaydi. Shunday bir geçmişim bo'lgan 1983-yil 7-8 oylar bu esimda qilishcha Qashqarda yozuvchilarning bir yig'ini ochilgan. Yeziklik deyimizdeki hikoya ijodiyat yig'ini. Şu zamanlarda bir sebep bilan Qashqarga shaxsiy ish bilan kelib qolgan Turg'un Almas bizning yig'ini chiqayotganligimizni uqib
bu mehmanxonaga küreşkilik yaptık. Biz yığın sırtadaki birkaç çağlarda paranlaştık. Bir yatakka dövülüşüp. Şu paran aralığında biz Uygurlarning bu teşkillenmeydiği illetleri üstüde gap bolup kaldı. Şu vaqtda turg'un ukam şunday bir gapni degan. Bu milletning sapasiga, bilim sapasiga munosabatli ish emasdek turdi deb bir misol keltirdi bununla. Bir zamanlarda deydi, bir ichkirida bir shaharda juratdim deydi, qaysi yerda dedi. Bir poyezd to'xtadi deydi shu yerda, vokzalda. Bu poyezddan najiq Vyetnamliklar tushdi deydi. Bular Amerika bilan Vyetnam urushayotgan zamonlar, bu zaman u Vyetnamliklar Moskvaga o'qishga mangan Vyetnamliklar ekan deydi. Hammasi Vyetnamda bir yil, 2 yil ruscha o'qib, endi Moskvaga o'qishga mangan ekan deydi. Bu poyezd Xitoydan o'tadigan bo'lganlikdan bu poyezd to'xtagan fursatda yeydigan, ichadigan narsalar uchun tushib ekan deydi. Şu arada ben bu Vyetnamlıkla bilen Rusça paranlaşıp bir kançısı bilen de çekişip baktım deydi buna tumurun tutup. O kadar sapasız bir halk iken deydi o. Şu Ali mektepke okuşka mangan otur seviyede bir ziyali hesaplandığın şu insanlar o kadar sapasız iken deydi. Bizden dihallıçılık etmemezken deydi. Bu meni naiti Bisramcan kıldı deydi bu hal. Ya muşkalıklı majındaki bir teşkillenip Haşkadar yoğun kudret Amerika karşı uruş kılalatdı. Biz nem bolgan halykda dep naiti köp oyladım deydi bunu. Oylap şunu pämettim ki deydi. Bu halyk dal aşında sapasız bolganlygy üçin. Seviyenin tüvellikinden. Endi bir kança dana o Fransiyada, Avrupada okup gelgen bir kança adamni çoğun bilip aşılağı ägeşkeligi üçün andan bir uyuşuş küçü vücutqa çıqqanlygını his qildi. Endi bizning xalqqa qarasam, bizning xalqning har birisi o'ziga bir alim, har birisi o'ziga bir doy bo'lganlikdan bo'layotgan xatliq ekan degan parangliqdaydi. Demek Uygurlardaki uyuşanmaslık mana şundaq. Her bir Uygur özü için bir Wang Shuji. Bu bir temsil, bir hikaye var bu sözün aqısda. Bunu deyişke bilgen vaktimiz yok. Wang Shuji, men özüm gibi Wang Shuji degan bir hikaye. Şunun okşa her bir Uygur özüge bir Wang Shuji bolganlıktan şu menmenlik, şahsiyetçilik, men merkezcilikten küçüyüp ketkenligidendir bu. Nurgun okumuşluk Uygurlarını görürsüz. Gep sözleri cayida, bilimden görünüşlük. Hiç adamın işini yaratmaya kırınıp durdu. Emisi sen kıyal değilse yili çıkıdı. Aldı bilen sen mi birer şıkıp bak. Birer septe orun al. Andın bulanı bir ret tertipte, yani bir sistemde, bir prinsip asasında oturup koy. Ama onda kılmaydı. Uygurlardaki kulak mollısılık, kulak ziyalisilik biçimideki adamların tutumlarını dikkatga alsaklı bu meseleni düşünümüz. Uygurlarda alımgı dersi yürüdüğün savatsızlarını, liderge yol gösteriş kurunduğun yolsuzlarını daimli tutup durumuz. Bu kodda yerimçilik su bekrek şalak şeydiğine okşaş. Şimdi bir temsilimiz var o, yerimçilik su bekrek çaldak şeydiğine. İkinci türlü kılıp eyssak, tefekkür ufuk tarlışıp ketken. Onunla girvekler yakındılı göründü. Tefekkür ufuk tar bolganlygy üçün girvek yakındı göründü. Şunun üzüne bilimning yana bir uçuğu yakınlaşıp kalgandek his kıldı. Kem kötüsüz bir bilermendek soğranğı düşürdü, tatınmaydı.
Aksice bilimlik adamlar köp okuydu, okugan sır tefekkür ufku kengeyip bardıganlıqıdan bilim dengizinin yana bir qırgıqı onunla görünmeydi. O bu çeksizlik qarışta yüzünü küçsiz, aciz es qılıdı. Texi bilmegen, bilishki tegishli kishilarning shuncha ko'ptiki, uni besqiga tushirdi, sakrab ketishdan, kibrdan to'sidi, hatto shumshaytib yutadi uni. Shunglashqa bek bilimlik odamning bek kichik beyli bo'lib ketishining sababi bu. Chunki uning oldida cheksiz bir okean bor. Uni ko'rdi. Tafakkur ufqining kengligidan bu. Textiniginki yalaqçılık qilgan munafiq Uyg'urlarni millatlar ittifoqi namunatchilarini bugun turmaga tiqayotgan vaziyatni ko'rib turibmi? Erkin dunyoda yanala bayroqdan qochish, siyosiy temalarda gap bo'ladigan so'rinlardan qochish, mana shu asoratlar ichidagi eng og'ir. Bundaq kishilar vatanda ota-onam bor, tuqqanlarim bor degandek bahonalarni ko'rsatdik. Kimning yo'q? Kimning yo'q qarindoshlar? Bu bir bahonadir. En aqalli milliy burchlarni o'rindashga bahona topgan odamlar aslida Xitoylarning qayta shakllantirishi eng qattiq ta'sir qilgan va bu ta'sirdan shu andimi qutulolmayotgan, ruhiy qulluq ichida yashashni davom qilayotganlardir. Bundaq odamlar bu xil ruhiy yukni tashlab o'talamdi. Bu bir tarafdan o'ziga bog'liq bo'lsa, bir tarafdan yetakchilarga bog'liq bir ishdir. Freudning nazariyalariga ko'ra ba'zi ruhiy kasallar o'zini davolaydi. Freud bir qatim saranglab qolgandan az qolgan. O'zini davolagan. G'ayrat qilib bu tarafga o'zingizni olmasangiz, o'ng tarafga, onsizligingiz tarafga, ya'ni yoshirin o'ng tarafga yiqilsangizlar, bitta ishingiz. Bu bir ruhiy kasal bizdagi alomatlar. Yani Freud'ның nazariyasiga ko'ra, har qanday odamda saranlık elementleri bo'ladi. En normal odamda 2% saranlık elementi bo'ladi. Ondan ekan bizda ko'rilayotganlar bayağı bir saranlık bu. Uyg'urlarda bir tasqam deydigan gap bor. Bu bizda bir necha tasqam bor hammaylanda. Demek. Ve bu bir necha tasqamdan qutulamiz desek, özümüz g'ayrat qilib qirg'oq tarafga esilishimiz lozim. O cho'kib ketishga emas, o'zimizni qo'yib turib emas. Tirishib, tepishlab, tatilab qirg'oq tarafga esilishimiz lozim. Ruhiy kasallar agar o'zini kontrol qilolmasa, o'zi g'ayrat qilmasa, o tarafga ketadi bo'lgan sir. O mening hayotimdan bo'lgan 80-yillarda bir qatim. Men o tarafga yaqinlashgan tasqaga. Bunu tuymak lazım. Tuygandan keyin inson o'zidagi bu halni, bu tuzilishning birinchi qadami bo'ladi. Men yana bir psixologiyaga oid bir maqola yozib, ayg'idan chiqolmay tashlab qo'ydim. Shuningdek bir mazmunda inson o'zining ruhiy ojizliklarini bayqagan bo'lsa, bu tuzilishga qarab elingan birinchi qadam hisoblanadi. Men deymanki, bu odamlarning ko'pchiligi ruhiy sog'lomlikka qayta erisholmaydi. Mushkundimi davomli Xitoyga ishlaydiganlar. Bu kadar facialarni ko'rib turib, o'zining millati duch kelayotgan bu kadar faciani ko'rib turib, davomli Xitoyga ishlayotganlar. Bu kadar faciadan keyin yanılı Xitoydan qandaqdir bir umidlarini uzanmay faaliyetlerge qatnaşmaydiganlar, bayroqdan qochadiganlar. Siyosiy temada gap bo'ladi ekan deb uzoq turadiganlar bu ruhiy sog'lomlikka erisholmaydi. Ko'pchilik. Hem bu turdagi kasal ruhiy holatdagi kishilar bilan millat tirilmaydi. Bunu bilishinglar kerak qarindoshlar. Bu Xitoylarning
şekillendirişidən ötken kalla bilen çetelge çıkkan bu kişiler bilen bu millet tirilmeydi. Yeniden güç kazananmaydı. Şundakla devlet kurulum bulmaydı bu adamlar bilen. Bunu ben yine Yahudilarga seliştirip görümen. Hazreti Musa'nın yetekçiligida Mısırdan kaçıp çıkan İsrail evladı Sina çölüde qanday qilgan xabaringda bor. Bu Tevrat'tımı, Kur'an'dımı o'xshab ketadigan qissa bu. Musa'nın Tursunaga ketgan fursatdan foydalanib, darhol o'zlariga bir mozaik qo'yib, mozaik e'tiqod qilishga boshlagan İsraillar. Nima uchun? Chunki ular Misrdagi chaqlarda mana shunday narsalarni ma'bud qilishga o'rganib qolgan. Uzaq yillar jarayonida Misrliklarning batil e'tiqodi ularning zihnlarida yiltiz tortgan. Hazreti Musa'nın shuncha tirishchanliklariga qaramay, tavhid e'tiqodiga odatlanmagan. Yani ko'rib turmay, ko'rinmagan bir ma'budga e'tiqod qilish ularga nihoyat g'alati tuyulgan. Shunga oldida bir narsa bo'lish kerak-da ularning. Ularningki odatlanib qolgan, o'rganib qolgan xuyiga ko'ra, cho'qim oldida bir shakl bo'lish lozim-da. Bu ahvolni ko'rgan Musa ro'yiti buzilgan bu xalqning yangi sog'lom bir millat bo'lib shakllanmaydiganligini, hamon ko'ni illatlarini tashlab etolmaydiganligini ko'rib yetgan. Qanday qilish kerak? Allah İsrail o'g'illariga yana bir qatim inoyat qilib, Sina cho'lida 40 yil ozdirib qo'ydi. Aslida Sina cho'lidagi bu ezish Allohning inoyati shafqati edi. Nima uchun? Chunki ruhi buzilgan, Firavunchi qayta shakllangan İsrail avlodi mush holda Falastin zeminiga kirgan taqdirda yangi davlat qurolmaydi. Kuchli bir millat bo'lolmaydi. Bu holda shu yerdagi xalqlar tarafidan yo'qotilishi mumkin edi. Uning uchun bu ezish qismati ularning xayriga bo'lganligini jazm qilishimiz mumkin. Chunki e'tiqodimizda shunday bir ishonch bor. Sharning aqsida xayr, xayrning aqsida shar bo'lganligi Allohning oyatlari bilan sabit. Sizlar ba'zi ishlarni yoqtirmasligingiz mumkin, ammo u sizlar uchun foydalidir. Ba'zi ishlarni yoqtirishingiz mumkin, ammo u sizlar uchun ziyonlidir. Baqara surasidagi oyat. Ko'rib turibdiki, insonlar cho'ldagi eziqishni xayr deb bilishi mumkin emas. Agar siz cho'lda ezib qolsangiz, buni bir xayrlik ish deb bilamsiz buni. Cho'qim buni shar, yomonlik deb qaraysiz. Ama Allah'ın hikmeti şundaki şehirden hayır tugdurdu, şerden hayır tugdurdu, hayırdan şer. Sina çölüdeki 40 yıllık eziş İsrail evladının yenilenişe sebep oldu. Çölde, erkin muhitta, ya da erkin, Firavun'un zulmü yok. Erkin muhitta Hazreti Musa'nın rehberliği astidagi hür cemiyette tug'ilib, Musa'nın tevhid targ'ibatini anglab yetilgan yangi avlodning oldi 40 yoshga qoplan yoshiga aqsi yigitlik mavzuga kelgan. Granit kalla, qulluqqa ko'nib qolgan yashanganlar u o'lib tugagan. Mana shu chaqda Alloh ularga Sina cho'lidan chiqib ketadigan yo'lni ko'rsatgan. Bu haqda Siyonizmning fikr atisi Theodor Herzlning qarashimizni tasdiqlaydi. Theodor Herzl bu haqda uzun zaman boshqalarga bo'ysunib yashagan xalqlarning nenini boshqalarning qo'lidan elib yeyishga ko'nib qoladiganligi, boshqalarga bo'ysunib yashashning bexatar va mas'uliyat yuklamaydigan oson yo'l ekanligi tuyg'usiga to'yinib qoladiganligini, o'zi qaror berish, o'zi plan qilish turidagi bir hayotga jur'at qilolmas bo'lib qoladiganligini ilgari surgan. Theodor Herzl barım bilan so'zlashganda, bu so'zlashishni oldingi so'zlarimda dedim, so'zlashganda hatto shu Musoning qavmini ishora qilib,
Bu qatim bizga 40 yil vaqt ketmaydi, 20-30 yil bo'lsa yetadi degan edi. Amaliyotda bu so'zdan dal 50 yil o'tganda andin Isroiliya qurildi. Biz bugün chet ellarda erkin dunyoda yashayotganlar bu muhojirat hayotini Sino cho'lidagi ezishga taqqos qilib, buni Allohning inoyati bilan vatansizlikdan tug'ilgan g'arbligimiz shar hisoblansimi, aqisdan cho'qim bir xayrning bo'ladiganligidan umidli bo'lib, ro'yimizni tirildirishimiz kerak. Xuddi qadimgi zamonda O'rxun Yenisey vodilarida, Altay tog'larida yashagan ajdodlarimiz ko'p bo'rining yo'l boshlashi bilan Ergenekondan chiqqan, yo'qolish girdobidan qayta tirilib, hayotiy kuchi urg'ib turgan yeni va jushqun millat bo'lib hayotga qaytgandek, qayta tirilishga iroda bog'lashimiz kerak. Allohning o'ziga sajda qilgan bir millatni tashlab etmaydiganligiga bo'lgan ishonchimizni hargiz yo'qotib qo'ymasligimiz kerak. Dua bir türlük ibadettir. İbadet salih amel bilen birleşmese kuruq ibadet bo'lganidek, dua mı münasip hareketler bilen birleşmese icabet buluşu natayindir. Çünkü Allah'ın her nimeti toğurdun toğra ve mihnetsiz birilmeydi. Bendinin tirişçallığı yarışa nesibi bardır diyen ayet bunu işaretlidir. Bundan başka Afganistan cihadının büyük şehitlerden Doktor Abdullah Ezen'in Dünya Gün Tertibide Cihad namlıq eserinde Afganistan Soğuk Uruşu'nun dastlabki devrida hakkında şundaq degan edi. Biz Afganistan'da 1 milyon şehit bergen çağımızda Allah'ın yardımı tehiçe yetip gelmegen idi. Nima demekçi? 1 milyon şehit verip mütehiçe Allah'ın sınaklarından ütüp Allah'ın yardımıga layakat kazanmaganligini işaret qilmoqda. Demek Allah'ın yardımının en şunda qiyin imtihanları bor qarindoshlar. Uyda o'ltirib duo qilish bilan bo'lmaydi. Qurban berish ro'yimizning bo'lishi, kerak topilganda mal, kerak topilganda jon bera oladigan ruhni yetildirishimiz shart. Firavundan qochgan Musa'nın qavmidek illet qipatganligimizni hammanglar e'tirof qilamiz. Unda bo'lsa, undan qanday qutulamiz? Yüzümüzden qutuluş təsis bolsunmu gayret qılımız. Ama yeni evladımızın bu illetlerden xali buluşuna ehmiyet verişimiz. Ularda milletçilik, vatanperverlik, düşman gibi olan nefret duygularını yitildirişke ehmiyet veriş arkalı. Hiç bulmaganda keyinki evladımızdan qayta tirilişini tamamlaşıp kapaletlik qilishimiz gerek. Bunun için yanıla şekillenişke ihtiyaç var. Her işinin planlı, programlılık şekilde bo'lgani teg'imi unumli bo'ladi. Endi men sizlar bilan xo'shlash oldida bir chaqiriqni o'tirib qo'ymoqchi. Men bizdagi eg'iz vatanparvarligi, eg'iz millatchiligi haqida deb o'tgan edim. Balkim ba'zilar buningdan norozi bo'lgandir. Ammo shuni ko'ryapmiz, hammamizga sir emas. Ben bir muncha qilishga tegishli amaliy ishlarni o'tirib qo'ydim. Yani yip bilan mum ketmaydigan ishlar. Yani jon ketmaydi, qon to'kmaymiz, pulni ketmaydi. Azroq vaqt chiqarsak bitadi. Qani halqi gap sotadigan bilarmanlar. Bu ishlardan birarni qo'liga oldimi? Deylikki Sharq Turkistonga va Uyg'urlarga oid uchurlarni Wikipediyaga yuklash. Ko'p tilda. Yo'q, bunday bir sada ishlatilmadi. Vallahu alam oturdu deb jursek riyo bo'ladi deb namsiz qahramonlar tipida demay bu ishga kirishib ketgan qarindoshlarimiz bordir inshaalloh. Umidki bordir. Endi chaqirdig'inim texmi oson. Bilasizlar, davlatlarda qurultaylar, murosimlar, yig'inlar.
Devlet marşını okuş bilen başlandı. Hazır Xitaylar devlet marşını okuşku zorlap, bunun besimidin yüzünü öldürüveriş vakalarını sodir bulmakta ekan. Haberden anlagansızlar. Yana bir yüzünü öldürüp ağıcı. Oylanlar. Yüzünü öldürüveriş cesaretigi keptoyu şunun ornuga bir Xitayni öldüreydigen kallı yok yanına. Yani Xitay devlet şiirini okuş mecburiyeti. Biz hazırgıcı devlet marşımızını okuyanmadık. Hazır torda bir neçe örnek var. Ve bunu tekrar koyuş arkalık ballarımızı ügetsek, yüzümüzü ügensek, kiyinki murasim yaki kurultaylarımızı milli marş bile başlasak kanda deysizler. Vatanperverlikimizin qanchalik rastligini, milliy qadariyatlarimizni qanchalik suydiganligimizni mana shuning bilan bir sinab baqaylik qarindoshlar. Hech kimi ketmaydi buningga. Bu shuning uchun zarurki, hozir Xitoylarning Sharq Turkistondagi qarindoshlarimizni Xitoy davlat marshini o'qishga majburlayotganning andaq qazonga mandaq tushmish pədisida unig'anga yunig'an qilib biz o'zimizning davlat marshini o'qishimiz kerak chet elda. Vatandikil bo'lsa o'qiydi, uni bilgan bo'lsa. İşçide olsa o'qiydi. Biz erkin dunyoda o'qiyni. Xitoyning jani chiqsin. Xitoyning zo'rlayotganning ta'tirini qilib, Xitoyning tishig'i tegaylik bo'lmas qarindoshlar. Yaqin kelgisiga planlanayotgan bir qancha cho'ng namoyish haqida xabarlar o'tirib chiqyotdi. Aşı namoyishlarcha cho'qim bu ishni qilaylik qarindoshlar. Tuttirayli buni. Biz naqshchiqaliqning avlodi deb maqtanamiz o'zimizni. Biz naqshchiqaliq emasmidik? Bir marashni o'rganib olish biz uchun shu qadar qiyinmi? Biz cho'qim buni aşı ming kishilik, necha ming kishilik aşı cho'ng namoyishlarda o'qishimiz kerak buni. Aşı vaqtcha o'rganib olishimiz kerak va buni biz birinci qadamda qilgan bir vatanparvarlik faoliyatimiz, vatanpar millatchilik ruhimizning bir mahsuli sifatida mushuni qilib boqaylik. Yib bilim ketmaydi qarindoshlar. Shaxsan meni desanglar, men yodlab bo'ldim. Ammo hech qachon oxirigacha o'qiyolmayapman. Bir azdan keyin o'pkam og'zimga tiqilib yig'lag'im kelib davom qilolmay qolaman. Nima buningdagi sabab? Nima buningdagi kuch? Milliy marshning tekstini bir she'r sifatida qo'lga oladigan bo'lsak, uningda ta'sirlanadigan hech narsa yo'q. Hatto bu she'rning eng tuvan o'lchamlaridagi odatdagi bir söz. Endi biz 12 muqamni ijod qilgan bir millat o'li sifatimiz bilan aşı müzik seviyesida bu marshning muzikasini tekshirib ko'radigan bo'lsak, uningdagi saviyami u qadar ta'sirlanarli emas. Anda bo'lsa buningdagi kuch nada? Meni yig'lashga majbur qilayotgan kuch, sabab nada? Bu uning milliy marsh bo'lganligi. Men milliy marshimni o'qiyapman degan xiyol ko'nglimga kelib, uningdan o'pkam o'rilib qarindoshlar. Bo'libmi dunyoni so'ragan edi himmat bilan ajdodimiz deganda o'zimni basolmay qolaman qarindoshlar. Dunyoning yerimiga hukmetgan bir millatning bugungi kundagi qismatiga ko'raman. Bu ikkisini selishtirgan vaqtimizda kallamizda qanday yig'lig'imiz kelmiz. Hamma ishning bir qadami bor.
Bir başlanışı var arkadaşlar. Biz kana şu işini bir bitirip bakaylı toluk öyle. Okuş yaşındaki balalardan tatip çoğunlarımızca hemmeyle milli marşımızı okuyalaydıgan bop bakaylı. Bunun işimi etmeydi. Bahane gösterdiğin uğruyu yok. Vatan durak tukalların barkı değiş etmeydi bunu öydü günümüz bunu. Çakırkım mana şu. Men energiyamni tügetdim qarindoshlar. Deydiganlarim nahayt köp bolsa-mu, energiyam kalmadı. Suallaryňlar bolsa ýollabyringlar. Emma men kysky müddetde onu garaýanmaýman. Uzun tekstlerini hiç yollamaňlar, onu bäri bir okuýanmaýmyn çünki bunu küreş nahayt kyn, hatda uşak bir mezgil demelişke mecbur bolýatman we başga işlerim bar. Şuna bu şeýerde haýyrleşmekçimen. Emmaňlarny Allah'a tapşyrdım.